bir kunda 1 million, 2 million, 3 million даже topadigan texnikani o'z egalariga topshiryapmiz. Asanizator. Bu xalq xizmatidagi yagona texnika. Aka, texnikamiz qulluq olsin. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Texnika haqida fikringiz va kelajakda umuman davomli qanaqa xizmatlar qilmoqchisiz? Ya'ni qaysi viloyat, qaysi hududlarga xizmat ko'rsatmoqchisiz? Hop, biz hozir boshlanishi Andijon tumanidan boshlaymiz. Inshaalloh. Biz o'zi maqsadimiz shu xalqning xizmatini deb boshlaganmiz. Birinchi ishimiz shu bo'ldi. Yuzimiz yorug' bo'lib, mana hozir ancha-muncha qiynalayotgandik, lekin sizlar bilan nimagadir bir ishimiz juda o'ngli keldi. Hattoki banklar ham 3-4 ta bankka borganmiz. Buni orqasidan Ipak yo'li banki bizga mana xabaringiz bo'ldi, kredit ham ajratib berdi. Hech qanaqa bir muammosiz bo'lmadi. Xudo xolasa biz yaxshi niyat bilan boshladik. Sizlarga katta rahmat. Bunaqa ishlarga bizga o'xshagan tadbirkorlarga yana ham anaqa nima deydi bir faoliyatimizga rivojlantirishga hissa qo'shishinglarni yana ham tilak bildirib qolamiz. Xursandman tanishganimdan. Ma'lumot uchun Andijon viloyatini tozaligi, obodonligini mas'ul shaxslari shular. Rahbarlar Obodon kommunal xizmati, firmalar nomi. Andijon shaharida tozaligiga eng mas'ul shaxslar, eng jon kuydiruvchi shaxslar mana shular. Siz bilan qoling, shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, sizni kutamiz. Yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Rahmat katta. Xabarlashamiz. Zavod polibon mushuklar kerak bo'lsa, qani polibon mushuklar turuvdi. Mikrofon oling. Agar maqsad hozir ko'rsataymi polibon mushuk?